Bu soat biz davomli tonlarga tushuncha hosil qilamiz. Hamda tonal dedik, ham buning roli intayin ko'p. Bu yerda masalan men bu rasmda aslida men shu hozir uchib berayotgan ko'k tonal altini nusxalamoq, yoki qizil tonal nusxalamoqchi bo'lsam, o'ng tarafni chekib tonal nusxalash degan chekayotgandan keyin yangidan ism qo'yamiz. Ism qo'ysangiz bo'ladi, o'zgartmasangiz bo'ladi. Jazmlashtirayotgandan keyin ostiga bu tonal yangidan qurildi. Buni o'chirish uchun yo'q o'ng tarafni chekib o'chirayman degan cheksangiz bo'ladi va yoki anadan keyin masalan men hozir qizil tonini tanlab oldim. Tanlab bo'lib ostiga tartib axlat sanduq tashlasam bo'laverdi. Qaysini tanlasangiz bo'ladi. Undan boshqa hozir men o'chirib turay. O'zimiz yangidan quramiz deb ostidagi yangidan bad qurishni cheksak ham bo'ladi. Men buni chiqib aniq qilish uchun men tartib chiqib ko'k ranglisiz paydo bo'lgandan keyin qo'yib o'tay. Qo'yib o'tgandan keyin men buni ostiga yangidan qurmoqchi bo'lsam, yangidan bad qurishni chekkandan keyin alfa tonal deb qop-qora bir ekran paydo bo'ldi. Bu nima degan chaqda buning butunlay suzuk ekanligini ifodalaydi. Nima suzuk degan chaqda ranglar har xil rang bo'limda buning odatda sanar qilish qolgan chaqda 0 dan 255 gacha bo'lganini ifodalaymiz RGB qiymatini. Masalan, qancha qora bo'lsa 000 ifodalanadi. Bu 0 holat bu tonalda shuncha suzuk ekanligini ifodalaydi. Masalan, oppoq holatga kelsak 255 qizil rang, yeşil rang va qora rangning hammasiniki RGB qiymati 255 bo'lgan holda butunlay qiynaq bo'lgan holat. Keyinchiligi suzuk bo'lmagan holat. Masalan, men bu yerga bir hozir shu holatni tanlab turib, anadan keyin men buningki aniq suzuklar deganni butunlay qilyaptim. Masalan, mush holatni qilgan bo'lsam, bu oq holat nima degan chaqda butunlay suzuk bo'lmagan, keyinchiligi ko'gilmaydigan holat. Qora rang bo'lsa keyinchiligi ko'giladigan suzuk holat. Bu narsa nima deb tushunamiz degan chaqda undan boshqa har xil ranglar bo'ladi. Masalan, kul rang degan chaqda uning RGB qiymati odatda 0 dan yuqori 255 ni tuvan. Bu holatni biz yerim suzuk holat deb ataymiz. Bu tonalninki eng muhim yeri hisoblanadi. Bu jawhariy hisoblanadi. Biz shu suzuk holat orqali shu ranglarning farq orqali nurg'un rasmlarni aslidagi rasmdan suzib olamiz yoki ayirib berish mashg'ulotini olib bora olamiz. Men bunu tushunishni hosil qilish uchun men buni butunlay qora akolay buni qilish uchun keyinchalik rangni berish uchun Ctrl Alt bosib qora akab bo'lgandan keyin men bu yerga bir chambar chizay. Alt Shift bosib turib bir chambar chizdim. Undan keyin buni o'ng tarafini chekib turib, yalnız Ctrl bilan F6 ni bossak ham bo'ldi. Yumronlashtirish deganga men 20 degan beray. Bu yerga butunlay oq rangni beray. Rangni bergandan keyin bu holat bir shakllandi. Endi bu bir xil holat shakllandi. Bu nima degan chaqda o'ttirisi shuncha oq. Bag'an siri shuncha qora moyil yoki o'sha kul rang bo'lib ketadi. Bu nima degan chaqda qancha aniq oq rangli bo'lgan ya, shuncha bizga nisbatan keyin suzuk bo'lmagan holat. Qancha qora moyil rang keyin suzuk bo'lgan holat. Masalan, men bu holatni tanlash uchun shu tonalni tanlab turib Ctrl naqliq tonalni chekyapsam bo'ladi. Chekkanchaqda bu tanlagan chambarniki butunlay shu atrofidan bo'lmagan his qilasiz. Bu nima degan chaqda amaliyot tanlagan doiramiz jumlalashtirish asosan 50% dan tuvan holat, dal o'ttirisi 50% bo'lgan, 50% yuqori bo'lgan holat suzukligicha, yuqori 50% dan yuqori bo'lgan holat ni doir markaz qoldi. 50% dan cho'ng holat masalan miya g'uvalishib 20% bo'lgan bo'lsa shu sirtda qoldi deganga. 49% bo'lsa sirtda qoldi. 51% bo'lgan bo'lsa ustida qoldi deganga. Endi men bu tanlab bo'lgandan keyin aslidagi rasmga ketib, men buni rasm qavatga kirib turib, men buni rasm silchib aytay. Aslidagi qavatga kirib, men buni bir nusxalay. Nusxalash uchun Ctrl bilan J ni bosdim. Bu yerga diqqat qilsak bo'ladi. Hozir biz qancha oq degan shuncha tutuq, ya'ni keyinchalik ko'rinmaydi. Qancha qora moyil rang bo'lsa, tonalda shuncha suzuk holat, yerim o'tkazgich holat dedik. O'sha orqali bilalaymiz. Men bu holatni o'chirib turib, men tonalni qaytadan kiray. Undan boshqa men bu yerdan qalam orqali boshqa ranglar masalan qora moyil qancha qora moyil bo'lsa, shuncha suzuklikni ifodalaydi. Men buni texmo qilish uchun buning suzuk darajasini texmo o'chiray. Shu holatlarni diqqat qilsangiz bo'ldi. Men buni suzuk darajasini texmo o'chirib, hozir 3 xil rang bor. Masalan, buning texmo sal qiyinroq holatni ekilayapti. Chunki miyada suzuk darajasi yuqori devam qilishlar bo'lgan. To'g'ri aniq ifodalanmadi.
Masalanki bu bag'ansiz so'zlab bo'ladi. Ham biz mushtoydan qilib selektor baqayli. Hemen bevositali shu uzluksizlik ramkasini bassam bo'ldi yoki kontrolni bosib turib shu tonini bassam mushtoylarimiz tanlandi. Amaliyotda maslini tanlandi, lekin bizga nisbatan 50% dan to'g'ri bo'lg'achqa bu da tanlanmagandek ko'rindi. Hamda asli rasm ketib, buni qaytadan kontrol bilan keyin besatgan chog'da asli diqqat qismi bo'ldi. Mush uchurlar bor, lekin bizning intayin so'z bo'lg'achqa yoki suzuk bo'lg'achqa ko'rinmay qoldi degan gap. Shu orqali ifodalaymiz. Ham bunda qilish nima maqsadlar bor degan chog'da boshqa maqsad yo'q. Faqat ba'zi vaqtlarda, masalan, men yurib turay, biz asli rasmni oldik keldik. Asli masalan, biz shu qanday qilib shu oq qor rang munosabatidan foydalanib turib, shu keyin tayliklarni ayirib olamiz degan. Tonning eng muhim ishiladigan yeri ba'zi narsalarni, ba'zi rasmlarni asliga taylikdan ayirib berish deganlik. Masalan, chechini qanday qilib olaman? Ammo yerim o'tkazish holatlarini qanday farqlantiraman? Masalan, ba'zi doglar bo'ladi. O'shalarni suzgan chog'da qanday qilib olaman deganlar foydalanib qoladi. Biz buni amaliy misol orqali ham tushunamiz. Hamma shuningda diqqat qilganimiz tonal orqali biz shu rang munosabati, qora va oq munosabat orqali, rang orqali shu biz ayirib oladigan ranglarning munosabatini bayon qila olamiz.